Ushbu ko'rib turgan fayzli xonadonimizda asosiy fasad devori va sokol fundament qismlariga gibkiy kamenlarimizni yopishtirish maqsadida biz Namangan viloyatiga yetib keldik. Assalomu alaykum do'stlar. 95 ming so'm maxsus kliga, maxsus lakga yetkazib berish xizmati, gibkiy kamenlarimizni o'rnatish uchun usta xizmatlar ichida xonadon egalari bilan dogovor qildik. Biz hozirda O'zbekistonda barcha tumanlari va shaharlari bo'ylab gibkiy kamen, maxsus kliga, maxsus lakga yetkazib berish xizmati va gibkiy kamenlarni o'rnatish uchun usta xizmatlar ichida hozirda devorni holatiga qarab 90 mingdan 110 ming so'mgacha fasad devorlari, sokol, fundament qismlariga gibkiy kamenlarimizni o'rnatib kelyapmiz. Siz istagan rangda va zamonaviy ko'rinishda tez va sifatli qilib gibkiy kamenlarimizni buyurtma asosida tayyorlab beramiz. Bizning gibkiy kamen ishlab chiqarish manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Tinchlik shaharchasida joylashgan. Kimga gibkiy kamen qiziq bo'lsa, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilib to'liq ma'lumotni olishlari mumkin. Xonadon devor birinchi ko'rinishini sizlar bilan bo'lishkim keldi do'stlar. Ushbu xonadonimizda tez kunlarda gibkiy kamenlarimizni o'rnatib berib, yana bir video syomka qilib sizlar bilan bo'lishib to'liq ma'lumotini beraman. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Biz har doimgidek xizmatlaringdamiz.